Shimoliy Yevropa tarixida milodiy 8-asr oxirlaridan 11-asrgacha davom etgan davr vikinglar davri deb ataladi. U davrda Norvegiya, Shvetsiya va Daniya hududlaridan chiqqan jamoalar dengiz orqali savdo qilish, yangi yerlarga ko'chib o'tish va ba'zan jang qilish bilan mashhur bo'lgan. Ko'pincha vikinglarni faqat talonchi va jangchi sifatida tasavvur qilishadi, lekin arxeologik topilmalar ularning hayotini yanada murakkabroq ko'rsatadi. Ular murakkab ijtimoiy tuzilmalarga ega bo'lib, hunarmandchilik, qishloq xo'jaligi va savdoda faol ishtirok etgan. Viking atamasi skandinav tilidan kelib chiqqan bo'lib, safar qiluvchi yoki ot bilan uruvchi degan ma'noni bildiradi. Shu atama dastlab monastirlarning xronikalarida uchragan va u yerda vikinglar ko'pincha talonchi va qattiqqo'l jangchilar sifatida tasvirlangan. Xronikalarda ular shamolni orqasidan kelgan jasur va qo'rqmas dengizchilar sifatida tasvirlangan. Ammo tarixiy va arxeologik ma'lumotlar ularning hayotini yanada boyitadi. Vikinglar dengiz savdosida, baliqchilikda, temirchilikda, yog'och ishlash va boshqa hunarmandchilik turlarida faol bo'lgan. Vikinglarning hayoti ularning yashash joylari va arxitekturasi orqali ham ko'rinadi. Arxeologik qazishmalar ko'plab shahar va qishloqlarni ochib bergan. Masalan, 9-asr oxirlarida Shvetsiyada savdo markazlari faol bo'lgan. Ular mahalliy va uzoqdagi tovarlarni almashtirgan. Vikinglar yog'ochdan qurilgan uylarda yashashgan. Ularning uylari qish mavsumida issiqlikni saqlash tizimi bilan jihozlangan. Shu bilan birga ular ko'plab temir asboblar, qurollar va hunarmandchilik buyumlarini ishlab chiqargan. U ularning faqat jangchilar emas, balki murakkab va rivojlangan jamiyat bo'lganini ko'rsatadi. Vikinglarning afsonaviy qahramonlari ham ularning tarixiy qiyofasini boyitadi. Skandinav eposlarida, masalan, Eddada, ular jasoratli dengizchilar, dono hukmdorlar va qahramon jangchilar sifatida tasvirlanadi. Shu eposlar orqali biz vikinglarning qadriyatlari, urf-odatlari va diniy e'tiqodlarini bilib olamiz. Ular Odin va Thor kabi xudolarga sig'inishgan, shuningdek tabiat kuchlarini hurmat qilgan. Bu esa ularning hayotini faqat jang va talonchilikdan iborat bo'lmagan, balki ruhiy va madaniy jihatdan ham boy ekanligini ko'rsatadi. Vikinglar nafaqat jangchilar va afsonaviy qahramonlar, balki samarali savdogarlar ham bo'lgan. Ular Shimoliy Yevropadan Bosfor bo'yi va hatto islom dunyosigacha savdo yo'llarini ochib, turli xalqlardan turli tovarlar, masalan, zargarlik buyumlari, qurol-yarog'lar, ipak va qimmatbaho metallarni olib kelishgan. Shu tariqa vikinglar o'z hududlarida iqtisodiy rivojlanishga katta hissa qo'shgan. Bundan tashqari, vikinglar ko'p hollarda yangi yerlarga ko'chib o'tgan va yangi shaharlar, masalan, Londonda va Normandiyada mustahkam jamiyatlar barpo qilgan. Bu ularning faqat talonchi emas, balki yangi hududlarda o'z madaniyatini, tillarini va iqtisodiy tizimini tarqatganini ko'rsatadi. Shu sababli vikinglarning tarixiy qiyofasi ko'pincha noto'g'ri tushuniladi. Ular haqiqatan ham jangchilar bo'lgan, lekin ular bir vaqtning o'zida savdogar, hunarmand dengizchi va murakkab jamiyat quruvchilar edi. Shu tariqa vikinglar haqida mavjud dastlabki afsonalar va monastir yozuvlari ularning haqiqiy hayotini to'liq ochib bera olmaydi. Ularning tarixi jangdan, talonchilikdan, madaniyatdan, savdodan va ruhiy e'tiqodlardan iborat. Vikinglar nafaqat tarixiy, balki madaniy jihatdan ham juda qiziqarli va o'rganishga arziydigan xalqdir. Ularning merosi bugungi kunda ham dunyo tarixini va madaniyatini boyitishda davom etmoqda. Vikinglarning dengizdagi muvaffaqiyati ularning kemalarida yashirin edi. Dayadkar deb ataladigan uzun va ingichka kemalar nafaqat chiroyli ko'rinishga ega, balki juda samarali transport vositasi bo'lgan. Ularning uzunligi 20-30 metrga yetgan va taxminan 60 kishi uchun o'rindiqlar bilan jihozlangan. Bu kemalar yog'ochdan qurilgan va temiri bilan mustahkamlangan bo'lib, suvda tez harakat qilishga, hatto plyajga chiqishga qulay bo'lgan. Shu sababli vikinglar qishloqdan shahar markazlarigacha yoki hatto uzoq orollarga tezkor harakat qila olgan. Arxeolog Julian Richardsning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, viking kemalari nafaqat janglarda,
balki uzoq masofaga safar va savdo qilishda ham keng qo'llanilgan. Masalan, 9-asrda vikinglar Angliyaga, Islandiyaga va hatto Shimoliy Amerikaga safarlar qilgan. Ularning kemalari uzoq masofalarni bosib o'tishda mukammal mo'ljallangan bo'lib, qattiq shamollar va to'lqinlarga chidamliligi bilan ajralib turgan. Shu sababli vikinglar dengizda nafaqat jasoratli, balki strategik jihatdan ham ustun bo'lgan. Raydkarning dizayni shunchalik mukammal ediki, ba'zi kemalar bir necha 10 kilometrlik masofani bir necha kun ichida bosib o'tgan. Ingichka va uzun shakli ularni suv yuzasida yengil va tez harakat qiladigan qilib yaratgan. Shu bilan birga, bu kemalarning manevr qobiliyati vikinglarga kutilmagan hujumlar amalga oshirish imkonini bergan. Ko'pincha dushmanlar ularning kelishini oldindan sezmagan va bu strategik ustunlik vikinglarga ko'plab hududlarda tez va samarali harakat qilish imkonini yaratgan. Bundan tashqari, viking kemalari nafaqat jang va hujumlar uchun, balki savdo va migratsiya uchun ham muhim vosita bo'lgan. Ular bilan uzoq masofalarga oziq-ovqat, qurol-aslaha, metallar va boshqa tovarlar tashilgan. Shu tariqa viking kemalari nafaqat jang san'ati, balki iqtisodiy va madaniy aloqalarni rivojlantirishda ham muhim rol o'ynagan. Xulosa qilib aytganda, viking kemalari ularning dengizdagi muvaffaqiyatining kaliti bo'lgan. Tezligi, manevr qobiliyati va chidamliligi ularni nafaqat janglarda, balki uzoq masofaga safarlarda ham noyob qilgan. Dakkarlar orqali vikinglar nafaqat Yevropaning shimoliy sohillarini, balki dunyoning boshqa burchaklarini ham kashf etgan. Dubulg'a va qurol afsonaviy yoki haqiqiy. Ko'pincha filmlar va kitoblarda vikinglar yuzlariga shisha yoki qo'ng'iroq shaklidagi dubulg'a kiyib, jasur jangchilar sifatida tasvirlanadi. Bu tasvirlar zamonaviy tasavvurlarni shakllantirgan bo'lsa-da, tarixiy haqiqat bundan farq qiladi. Arxeologik qazishmalar shuni ko'rsatadiki, viking dubulg'alari oddiy yog'och va temirdan tayyorlangan bo'lib, ular jang maydonida maksimal himoya qilish uchun ishlatilgan. Shisha yoki shoxlari bilan bezatilgan dubulg'alar esa asosan haykal, rasmiy marosim yoki diniy tadbirlar uchun mo'ljallangan bo'lgan. Vikinglar qurollari ham juda samarali va turli maqsadlar uchun ishlatilgan. Ularning asosiy qurollari orasida uzun qilich, kaltak va nayzalar bo'lgan. Qilichlar yuqori sifatli temirdan ishlab chiqarilgan va janglarda eng ko'p qo'llanilgan. Nayzalar esa uzun bo'lib, masofadan urushga mo'ljallangan. Bu ularni jang maydonida strategik ustun qilgan. Shuningdek, vikinglar qo'lbola qalqonlaridan ham keng foydalanishgan. Qalqonlar jangchilarni himoya qilgan. Shuningdek, guruh strategiyasida muhim rol o'ynagan. Qiziqarli jihati shundaki, vikinglarning qurollari faqat jang uchun emas, balki ijtimoiy maftuh va boylik belgisi sifatida ham xizmat qilgan. Boy vikinglar o'z qurollarini murakkab naqshlar, haykallar va marjonlar bilan bezatgan. Bu esa ularning jamiyatdagi o'rnini ko'rsatgan. Shu tariqa qurol va dubulg'a nafaqat jang san'ati, balki vikinglarning madaniy va ijtimoiy hayotini aks ettirgan. Xulosa qilib aytganda, bugungi afsonaviy tasvirlar shisha, dubulg'alar yoki g'alati shakldagi qurollar haqiqatga to'liq mos kelmaydi. Vikinglar haqiqiy hayotida janglarda samarali va bardoshli himoya vositalaridan foydalangan. Qurollar esa nafaqat jang, balki ijtimoiy maftuh va madaniyat belgisi bo'lgan. Shu sababli ularni faqat jangchilar deb qaramaslik kerak. Ular murakkab jamiyatning qismi sifatida o'z madaniyati va ijtimoiy tizimini qurollar orqali ham namoyon qilgan. Viking ayollari jangchi yoki uy xolim. Ko'pincha tarixiy filmlar va kitoblarda viking ayollari uy ishlariga mas'ul, passiv shaxslar sifatida tasvirlanadi. Aslida esa ularning hayoti bundan ancha murakkab va rang-barang bo'lgan. Viking jamiyatida ayollar oilaviy va qishloq ishlarini boshqarish bilan birga ko'pincha mol-mulkni nazorat qilgan, savdo qilishgan va oilaviy qarorlar qabul qilishda muhim rol o'ynashgan. Shu tariqa ular faqat uy xonim bo'lib qolmagan, balki ijtimoiy va iqtisodiy hayotning faol qatnashchilari bo'lgan. Bundan tashqari, arxeologik qazishmalar shuni ko'rsatadiki, ba'zi viking ayollari jangga ham chiqishgan.
Masalan, 10-asrda Norvegiyada topilgan bir qabr viking ayoliga tegishli bo'lib, u jang qurollari bilan dafn qilingan. Bu topilma viking ayollarining kerak bo'lganda jangchi bo'lish imkoniga ega ekanligini ko'rsatadi. Shu tariqa ular faqat oilaviy mas'uliyat bilan cheklanmagan, balki o'zlarini himoya qilish yoki jamoani himoya qilishga tayyor bo'lgan. Viking ayollarining ijtimoiy mavqei ham e'tiborga loyiq. Moy oilalarida ular mol-mulkni boshqarish bilan shug'ullangan, savdo operatsiyalarida qatnashgan va oilaning iqtisodiy barqarorligini ta'minlagan. Shu bilan birga, ular oilaviy va siyosiy qarorlarda ham ta'sirli bo'lgan. Bu esa ularning jamiyatdagi rolini faqat uy ishlari bilan cheklamay, kengroq ijtimoiy va madaniy faoliyat bilan bog'langanini ko'rsatadi. Shunday qilib, viking ayollari haqida keng tarqalgan stereotip faqat uy xonim va passiv shaxs tarixiy haqiqatga to'liq mos kelmaydi. Ular kerak bo'lganda jangchi bo'lishi, mol-mulkni boshqarishi va oilaviy qarorlar qabul qilishda muhim rol o'ynashi bilan ajralib turadi. Viking jamiyatida ayollar nafaqat himoyachilar, balki jamiyatning shakllanishida faol qatnashgan shaxslar bo'lgan. In va afsonalar Tor va Odin vikinglarning dini ko'p xudolar, mifologiya va qadriyatlar asosida shakllangan edi. Eng mashhur xudolar Odin va Tor. Ular nafaqat vikinglarning jangchi hayotida, balki dehqon va kundalik ishlarda ham muhim rol o'ynagan. Odin bilim, jang va sirli kuchlar bilan bog'liq bo'lib, ularning strategik qarorlarida va jang maydonidagi jasoratini ilhomlantirgan. Tor esa yomg'ir, bo'ron va himoya ramzi sifatida tanilgan. U vikinglar uchun kuch, xavfsizlik va tabiatning qudratini ifodalagan. Vikinglar afsonalari orqali jamiyat qadriyatlarini va tarixiy voqealarni avlodlarga yetkazgan. Masalan, Valhalla tushunchasi ularning o'limdan keyingi dunyoga bo'lgan qarashini aks ettiradi. Har bir jasur jangchi halok bo'lsa, u Valhallada joy oladi. Bu esa ularni hayot davomida jasorat va fidoyilik bilan harakat qilishga ruhlantirgan. Shu tarzda afsonalar nafaqat hikoya yoki o'yin sifatida, balki jamiyatni tarbiyalash va ruhiy motivatsiya berish vositasi bo'lgan. Vikinglar tabiat kuchlariga ham katta hurmat bilan qaragan. Ularning diniy marosimlari hosildorlik, shamol, yomg'ir va dengiz xavfsizligi bilan bog'liq bo'lgan. Masalan, dengizchilarning xavfsizligi uchun o'tkaziladigan marosimlar, hosilni ko'paytirish uchun bajariladigan ibodatlar, bularning barchasi kundalik hayot bilan diniy e'tiqodlarni mustahkam bog'lagan. Shu tariqa vikinglarning dini faqat ruhiy amaliyot emas, balki ularning hayoti, iqtisodi va xavfsizlik strategiyasining ajralmas qismi bo'lgan. Xulosa qilib aytganda, vikinglarning dini va afsonalari ularni nafaqat jangchilar sifatida shakllantirgan, balki jamiyat qadriyatlarini, tabiat bilan uyg'un yashashni va ruhiy motivatsiyani rivojlantirgan. Odin va Tor, Valhalla tushunchasi va boshqa mifologik elementlar viking hayotining barcha jabhalariga chuqur ta'sir ko'rsatgan. Viking merosi bugungi kunga ta'siri vikinglarning dunyodagi merosi nafaqat tarixiy voqealar bilan, balki madaniyati, urf-odatlari va tilida ham aks etadi. Ularning hududiy kengayishi Yevropaning ko'plab mintaqalarida o'z izini qoldirgan, arxitektura, savdo tizimi va ijtimoiy tuzilma shakllanishiga ta'sir ko'rsatgan. Masalan, Angliya va Irlandiyada vikinglar tomonidan tashkil etilgan shaharlar bugungi kunda ham mavjud bo'lib, ular o'sha davrning savdo va yashash madaniyatini aks ettiradi. Shu bilan birga, vikinglar o'tmishda kashfiyotchi va dengizchilar sifatida tanilgan. Bu ularning dunyoqarashini va global aloqalarga bo'lgan munosabatini namoyon etadi. Vikinglarning mifologiyasi, adabiyoti va san'ati bugungi pop madaniyatda ham keng aks etadi. Kitoblar, filmlar, seriallar va video o'yinlarda ular jasur jangchi va kashfiyotchi sifatida tasvirlanadi. Shu bilan birga, ilmiy tadqiqotlar ularning murakkab va rivojlangan jamiyat bo'lganligini tasdiqlaydi. Ular faqat da'vatchi va jangchi emas, balki savdogar, hunarmand, dengizchi va murakkab ijtimoiy tizimning bir qismi bo'lgan. Vikinglarning dunyoqarashi, dengiz va savdo madaniyati, ayol va erkakning ijtimoiy roli bugungi jamiyatga ham ilhom manbai bo'lib xizmat qilmoqda.
Ularning qadriyatlari, jasoratga bo'lgan e'tiqodi va jamiyat qurishdagi faol roli bugungi kunda ham o'rganilmoqda va qadrlanmoqda. Shu tariqa, vikinglar nafaqat tarixiy shaxslar, balki haqiqiy tarix va afsonaning uyg'unlashgan ramzi sifatida eslab qolinadi.